iPhonechilar yaqinroq kelinglar. Hozir men sizlarga Instagramni o'zidan qanaqa qilib hech qanaqa naloglarsiz tartib yoqishni o'rgataman. Sizlar ham shunaqa muammo bilan qiynalib ketdinglarmi? Do'stinglarchi, agar u ham qiynalib ketgan bo'lsa, unga ham jo'natib qo'yinglar. Hech qanaqa Android bunga kerak emas. iPhone'ni har qanaqa turida shu o'rgatgan usulimda tartib yoqsiz, albatta sizga o'xshaydi. Buning uchun bizga kerak bo'ladi har qanaqa brauzer yoki Safari yoki Google. Men Google orqali kirdim va poiskka Instagram deb yozib oldim va Instagramga YT tugmasini bosib kirdim hamda o'zimning akkauntimni yozdim va parolimni yozib, saqlaning tugmasini ham bosib qo'ydim. Keyingi safar kirishim oson bo'lishi uchun. Akkauntga kirib, xohlagan postinglarni yoki reelslarni tanlashingiz mumkin. Men publikatsiyani tanladim va продвигать publikatsiyani bosdim va o'zimga kerakli bo'lgan maqsadni tanladim va daily tugmasini bosdim. Undan keyin o'zimga kerak bo'lgan auditoriyani tanladim. Men buni oldindan nastroyka qilib qo'yganman. Keyin dailyni bosdim. Undan keyin budjetni o'zim hisobga olgan holda to'g'irlab oldim va 6 kunga yoqish belgilab, keyin daily tugmasini bosdim. Bu yerda qaranglar qanaqa bo'ladi tartibi. Faqatgina sizlardan Instagram reklamasi uchun nalogini oladi. Agar sizlar shu yerga o'zingizlarning daniylarni oldindan o'sha agar firmaliginglarni isbotlovchi daniyni kiritib qo'ygan bo'lsanglar, unda shu nalogni ham olmaydi, ya'ni 0 turadi bu yerda ham. Bu yerda lekin Apple uchun olgan 60% nalogini olmaydi. Keyin продвигать publikatsiya qilib bemalol ishlatsanglar bo'ladi.